Hammaga assalomu alaykum. Yunusobod tumani Islomobod mahalladan shunaqa zo'r hovlimiz chiqyapti, ko'ringlar. Juda ham ajoyib chiqqan shedevr. Shunda to'g'ri birinchi svetofor zenitni svetofordan birinchisidan to'g'ri kirib kelinadi. Chap qo'lda oxirgi uy bo'ladi, mana mahallaning tupik joylari. Oldi juda ham katta mashina qo'yishdan vobshe muammo yo'q, ko'ryapsizlarmi? Bunisi ham sotilgan уже. Mebel texnika hamma narsasi tayyor holatda. Oldiga bemalol 2-3 ta mashina qo'yib qo'ysa ham bo'ladi. Tak, 05 ga qo'yib olamiz endi. Mana bu yerda darvozalari qop-qora rangda, polностью mramor toshdan qilingan. Kalitka eshigimiz ham juda ham katta. Tak, mana uyimizni aniqligi yoqadi. Podval birinchi etaj, ikkinchi etaj. Tak, chap qo'lda darvozaxonamiz avtomatika qo'yilgan. Elektromobilga zaryadka, skat, stabilizatorlar ham qo'yilgan. Bitta katta mashina bemalol sig'adi. O'rtada bitta daraxt. Tak, o'ng qo'lda bu yerda vodopad, fontan, hammasi akkuratni qilib qo'yilgan. O'ng qo'lda yozgi oshxonamiz, barbekyu zona. Juda ham ajoyib, hammasi haqiqiy toshdan qilingan. Uyimiz yoqayotgan bo'lsa, hozir ham bitta like bosib qo'yasizlar. Uy ichiga o'tamiz, ketdi. Uyga kirish qismimizda mana o'ng qo'lda katta struyni shkoflari bor. Yorqin rangni tanlangan 100%. Mana chap qo'limizda hol qismimizda har kimga o'tiriladigan joyimizda konditsioner, televizor, mebellari hamma narsasi akkuratni qilib qo'yilgan. Tak, o'ng qo'lda oshxonamizda joylashgan. Oshxonamizda ham polностью jihozlari tayyor holatda. Konditsionerlar har bitta xonaga o'rnatilgan. Texnikamiz hammasi Hoffman. Tak, mana yozgi oshxonamiz to'g'ri akkuratni krashin mebellardan qilingan. O'rtada katta stolechning ovqat tayyorlash yoki ovqatlanib o'tirish uchun joylarimiz qilib ketilgan. Mana bu joyga bitta baho berasizlar. Mana искусственный daraxt juda ham noodatiy chiqqan. Tak, chap qo'lda ikki tabaqali eshikdan zalga o'tamiz. Zalimiz ham mebellari tayyor. Bitta gilam qo'yib yuborsanglar bo'ldi. Uyni ko'rayotganingizda polностью tayyor. Mana yo'q. Ko'chaga qaragan chap tomondagi hamma narsasi tayyor holatda. Tak, o'rtada birinchi umumiy yuvinish xonasi. Mana kattagina vanna qilingan, kovrolarga tashab qo'yilgan. Dazlari hammasi akkuratni xudo xolasa. Tak, yonginasida bitta spalnamiz birinchi qavat uchun. Marhamat. Shkoflari ham hamma narsasi bor. Tak, o'zining ichida alohida sanuzol ham bor, marhamat. Bitta dushovый kabina qilingan. Birinchi etajda u jami ikkita sanuzolimiz bor. Orqa hovliga qaragan kichkina joy bor. Havo aylanishga joy tashalgan. Tak, endi sizlardan ikkinchi qavatga o'tamiz. Bu yerda mana podsvetkada ko'rib turganinglardek. Mana ichki tepada ham juda ham chiroyli, ajoyib. Hammamizga nasib qilsin. Tak, mana lyustralari juda ham uzun ekan. Tak, tepaga ko'tarilib oldi. Bu yerda mana kattagina konditsioner qo'yganlar. O'ng qo'ldan boshlaymiz. O'ng qo'lda birinchi detskiy. Buni garderobni qilib qo'yishgan, yoki detskiy qilib qo'ysa ham bo'ladi. Oilalar kichkinaligining hisobiga garderob qilib foydalanishyapti. Tak, keyingi xonamiz. Marhamat. Bu ham katta yotoqxona desak bo'ladi bemalol. O'zining ichida alohida sanuzolga ega. Tak, Wi-Fi, kamera, hamma narsasi ustanovka qilib qo'yilgan уже. Bundan keyingi xonamiz. Yana bitta katta yotoqxonasi. Marhamat. Ajoyib chiqqan hammasi. Hamma yerda kovrolarni tashab qo'yishgan ekan. Bu yerda ham xuddi shunaqa dushovый kabina qilingan. Tak, bu yerda mana balkonga chiqsa bo'ladi. Balkoni ham bor o'zini. Balkonlari, mahallaga havo zo'rlanadigan joy ekan. Mahalla juda ham tinchlik ekan, begona odam chiqmas ekan. Tak, bu yerda bitta detskiy spalnamiz, o'zining ichida alohida sanuzolga ham ega. O'ng qo'lda katta dars qilgan zonalari, bu yerda ham panoramli oyna kattagina. Mana shu mebellarning hammasi qoladi, ko'rib turganinglar. Tak. Bu yerda mana dushovый qilingan. Ajoyib qilingan. Endi podvalga tushamiz. Tak, podvalga tushishimiz mana hozir birma-bir ko'rsataman. Bu yerda mana kattagina joy bor. Tak, tushganda o'ng qo'lda bu yerda adashmasam texnik xona edi. Mana bunga nimadir yasattirib qo'yib, shkaf yasab, oyoq kiyim joylab qo'ysa ham bo'ladi. Bitta xonamiz bu yerda. Svetni o'chirib qo'yilgan ekan. Bu yerda mana garderobga mo'ljallangan bu ham xuddi shunaqa, yana xuddi shunaqa joyi ham bor. Tak. Bundan keyin bitta dam olish xonasi. Bu kinoteatr qilib qo'ysa bo'ladi. Mana oyna
lari bor, havo aylanishi bemalol 100% koronada tashlangan. Tak. O'n qo'lda bizda yana bitta garderobni xonamizda qo'yilgan degan. Garderob вообще muammo yo'q garderobdan. Mana hamma yosh shkop. Juda ham akkuratni qilingan ekan. Okamdan didlariga gap yo'q. Oxirgi xonamizda bu kotelni bo'lyapti. Kotelni kirganimizdan kovralarda tashab qo'yilgan ekan. Tak. Boiler, kotel, oynasi ham bor havo aylanishiga. Nasoslar hammasi akkuratni taxlangan. Shit. Bu yerda mana rakvinaga joy tashalgan ekan. Mana kir mashina qo'yib olsa bo'ldi menimcha. Filtrlari ham bor. Yunusobod tumani Islomobod mahalladamiz. Tak, 2,5 sotuv. Narxini pastda qoldiramiz. Yana ozgina kelishadigan joy bor. Ko'rib turgan hamma texnika mebellari qoladi. Yoqqan bo'lsa like bitta ayamisizlar. Salomat bo'linglar.